shunaqangi katta mashhur NL kompaniyasida bunaqa darajadagi past, ya'ni o'z qadriyati yo'q insonlar ishlashiga vobshe qoyil qoldi qizlar. 2 kun oldin menga Habiba NL degan profildan bir qizcha yozdi, yalinib, "Opajon, iltimos, reklama qilib bering. Sizga rezultat bo'lguncha ta'minlab beradi sponsorim." Utuda endi gapirmagan, yalinmagan gapi qolmadi. Ha, rahmim kelib, bo'pti, ichib ko'ray, o'zi ozish niyatim bor. Agar effekti bo'lsa, maqtab ketaman. Agar natijani ko'rmasam, men tavsiya qilmayman deb boshladim. Video qildimda, mana ichishni boshladim, start deb. Bugun birinchi kun menda qizlar NL brendining mahsulotlari bilan sog'lom 7,5 kilom deb. Va video qilganimdan keyin bir 3-4 soatdan keyin yozyaptiki, "Opajon, meni erim qo'ymadi ishlashga, tipa mahsulotlar ochib ichgan bo'lsangiz ham qaytarib bering. Men uni pulini bera olmayman. Meni sponsorim u narsani pulini to'lamaydi" deb. Men prosta shokka tushdim. Ya'ni videoni yasatib olib va srazu qaytarib olyapti. Ochilgan narsani ular ofisga olib borib qaytarib berar ekanda, pulini minus qilar ekanmish. Bu NL sponsorlari, sizlar qanaqa ishlayapsizlar o'zi? Qayerga qarayapsizlar? Qadriyatlari bormi, yo'qmi insonlar? Astagfirulloh. Mayli, u ham blogerlar, ehtiyot bo'linglar. Ziyeva Telegram kanalingiz ishlab yotibdi. Eringiz qo'ymagan bo'lsa ishlashga, nega zakazlar olib yotibsiz? Sponsoringiz kim edi sizni? Agar bu qizni sponsorini taniganlar bo'lsa, atmetka qilib ketinglar. Uyalmaysizlar bunaqa ish yuritishga. Blogerlar ishlatib, keyin narsasini ichayotgan, yeyotgan narsasini qaytarib bering, pulini to'la olmaymiz deb. Insof bormi sizlarda o'zi? Tavba qilib.